gapleri. Nani dedin lan? Aşka dedik. Taza açık küçük temi var. Aşka gapleri. Her bir sözün vezni var. Aşka gapleri. Açık küçük temi var. Aşka gapleri. Her bir sözün vezni var. Aşka gapleri. Bakay safkem. İş köpünürga bilikni. Erikni tükleyişime. Akınma. Söngüleyli birlikte alğa basayla. Ecdadının özü var. Aşka gapleri. Aşka gapleri. Aşka gapleri. Nani dedin lan? Aşka dedik. Laçındana Ali hazm yurişdagi ost xarakterlik oshqozon yallig'i, oshqozon yarasi, oshqozon ko'pish, oshqozon ichish, oshqozon og'rish, ko'ngli elish, yandirish, ko'pga kirish, oshqozon sovib ketish, 12 barmoq uchay yarasi, tomoq singmaslik, hazm nachar bo'lish qatorliqlarga alohida mos keladi. Har qaysi joylardan vakolatchi hamda hamkorlashuvchi qabul qilamiz. Aloqalashuvchi Aysajon. Aloqalash telefon nomeri 181 39 19 77 72. Kepinekle bağlanıp geçip gidip Uy, acaba düğme yakışıyor ki koyuyordu ya. Sen yakışıyor ham kilo'm qo'ydim. Nima naqshlar kutibsiz ya? İşte ko'nglim xo'shal degan. Men chaqirmaylam qo'yibdi. Ha, bo'libdi. Belki chaqirdim ki paq bosib qilib ketmayman. Chaqir kelsa. Uy. Uy. Sen qaynatib ichmaysan çayında. Vallahi qaylı samanның suydaklab chiqqan bu çay. Sen qaynatib. Bu o'g'alga bek vidvisi olmaydi. Ach xotin kishidan jenoq ikkek saldan bo'lib qoladi-jima. Qachimay turib, men to'g'ri gap bu. Shu to'g'ri gap qilmasa, o'yin qilolmaydi ham. Pul gapni an ko'ramiz ana. Oy bir boşrak koysa dokçunun bir aldı kızdırdık bang 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 koyup hoşuma aramalı da. Sen bir koyamam seni koyup dayanını görüp Kiloxon dişleri qadimda kelmadan bosh qurib. Yetkilib ketadi shu. Beshi versan yetkilib ketadi. Körle. Yo, acaba bir aramaz eden bir ügüler rahat edemem. Bir yer işletsemez mi? Kimdir uydan chiqmaysa turib aramaz, o'g'illarda kutib qanday qilay. Ey, ne var la? Gel. Oy. Biraz iç koyma bir test qilib turamsa. Mas. İşe bak tamam ne? Qanday sana? Bo'ldi, chigitdek ta'minlab chiqamlar bo'ldi, mas ya. Hey Edem. Vay he, nime deyse, patlıcan uçağı alıp koymaydı bana kanında. Bu çocuk çık git diyor. Aka yaxshimi, nisbatan siz yo'qolib ketdingiz-ku. Odamlar yaxshimi, uydagilar ko'p. Akıllar neymiş qilgan? Aqliqni akıllar ishlab chiqaryapti da. Aytlarimi bek yaxshi. Ağımı qatdek taqıldı. İkimizin hem qishini odamlarga tekkansiz. Demidi. Faqat demidi. Men faqat anglamadim. Nima gap bordi? Siz yaratgan pullarni topshirib oldim. Qog'ozlarni men bog'lab tamoqliga sho'rib o'tkazdim. Mama verdi tarlab ketgan paypaqlan Göslep ketken yolkunu keydirip koyup, bir şey pul vermeydi. Sizge pulu verdim da, qağaş varım da, bir yer kelgende deyişler disler, deyişsek deyişler marka. İşkiler men nevirlik qilay depdi da. Odamlar bu qiymatsiz yaxshi bo'pti, qag'ini bag'ında asbostlab tushundirib oladi. Nima tushundirganda? Mirasi ishki qildi aqshimim bumag'i. Nima daryosini taqilib ketdi mavi kundan kunga paqirab javzikdek shivarkinda mana. Voy! Hey! Voy, Chiqsam yanga. Voy, nima bo'ladi sen, nima bo'ldi? Xotirjam o'tdan o'qima.
Oğlum to'lg'indik to'labman. Molingizda o'g'ri kuchliq otasi. Senin bilan nima bo'lib nerede o'rinibdi? To'xtatib qo'yibsan buni. Bek soqtib biz kelishmasizlar. Bek soqtib biz necha yangiz bo'ladi ekanlar. Her joyda her yangiz bo'lib olaman deb shunaqami? Alisizlarmi ya? Sen chatoq qilganda qilsan. Nima bo'libsan? Men bu chatoq kelman. Siz gumonliqdek turlar. Nima bu? Ha? Telefon. İçidiki-cho. İçidiki saat. Nomor deb qo'ysa. Nima bo'libdi bu? Mening do'konda kiyim olganlar qo'shiqimga jin tushgan. Ha. Ishimga chuvin tushgan nima allaqachon bilib bo'lgan. Siz meni ahmoq ko'radimlar, ha? Gap bo'lsa ochiq qilsa. Qanday gap bo'lsa oldimda debdikan. Gap bo'lsa ochiq qilsa ost uyimga men olaymanmi? Manda meni zangilitib, bütün derdi bala xaplıqni men tatib, mig'izni xaqchaqida g'ashilib qolsa, meni onam dodam aytchima, ma'qulmi? İlişip qo'ydim. Bo'ldim o'z ishlardan iya ichirib chiqqichiliklam juda bir tutib qoldik seni. Men ilishib qoldim. Saranglar doktorxonasida temir o'rib tushganda qishib chiqar emasman. Shu ilishib qolgan o'xshayman. Komitik qo'sim talani ko'rdigan bo'lib ketib borlamasman. Qo'llangning ta'di bormi yo? Bek bor, tuygichi bor. Nima bor? Ha? Nima bor? Nomussiz, nimda hayasizlar. Ha? Saranglar qulatam sen nim bo'lding deyman. Bizning qizlarimiz bor. Nechichisizlar? Chashirib oqsan joyda xotin kishi bilan jug'urib yurib. Ha? Xotin kishi bilan jug'urib yurib? Men unga xotin kishi bilan jug'urib yurganimda pul berdim-a? Ha? Onamni o'yiga bormasam, 20 ko'ylak seriq pulni tutqizib qo'yatdilar. Jinchi ketgan pulni, ha? Pul berib ketdimmi? Men yarim atamdimi? Men bakaliqmikanman? Ha? Tipa to'pni qilib, bug'lam ilib olib keldimmi? Enchada men loteriyadan chiqib kelmanmi, xo'jam? Ha? Nim bo'ldi? Sen ilişip qo'lyapsan, bu otdan saq otdag'adan o'zi ishlantirib ma'luma bu telefonga shu og'anmidan vay chiziq ma'da ko'rishadigan telefon bu. Buni ko'rib bu nima sen nima deyim o'zi ishlantirib. Chiziq ma'lum deydi. Nima deyaptimi shu? Nima haqlik pul aytib жүрlar? Ha? Yengemga dedingizmi, demedingizmi deb kitdan nima deydi? Ha? Plandan sirtilgan bir bola bormi talada? Ha? O'zining suyullarini nima qo'yib qo'yganmi? Sen mushun debekchi. Ha? Sen muşnu anlap hazır bana mayad manda alıp kettin degene. Ben manda nimi get de çıraylık sormam sen kotin kişi olan kim onu? Nimi sorayım ben? Onun başka yan nimi yapmayı sultanın içinde? Ha? Vay aka yengem gideyim haddemle yakşı mı dep ya? Ben bek yakşı. Ha? İşkilerini aldığı çıkarayım çıraylık koçakta yasap koyup oynap çizilip yançıkları pulunu sep koygan ki ben yakşı olmam deme. Bek yakşı. Kendime şunda kılıp çıkıttım lazlaştı. Mağdur sen oylaganda eş emez. Asıl oğrulan mısır oğrunun gibi bizce. Uçağını asılın liderlere yıkınçılık kılıp sahtipezlik kıyımın bilip olgan. Bulap da edim gelsek talat veren boğumuzun hep gep kılmağa yerim ba. Men şu uçaklar kokullardan tutmağın günan mende. Şunda bulardan ayık üzülmezdim aşkına. Sen bir sıkmaysan şuna ama. Neymiş bir sıkma? Sen burada gep kılışından bilirsen. Sen ama ağzın var. Ben bir işleminde sen sevirçallık bileminde öpkenli birisi bile bu neymiş? Neymiş öpkenli basım ha? Öpkenli basım. O da öyle öpkedim ben. Güzel öyle valla. Su ekbergini var kovaklıram hocam. Kaylan ma gittin anla. Kasa? Yotkanla bir kıp susuzmasın akımı ya. Yok nasıl şey görse de tüketim. O zaman hoş değerli görüp Nimi değil ha? Man gittin anlap bulap. Onu ki dememse ötkenimi açta kıldı ya. Kalmadım lavuz işi. Man anlap bulap dememse. Man kalkmanda dikenmesi beni neymiş kıl. Aldığına sormam se. Ondan bir koy kendine. Ya devamlı kırıp koymuş koymayan lan sırı bulan da bir. Beni koymadan kaldı koydu geldi kaynağı kapılanı baş İtep bir. Gezer düşen düzesi az dükkandaş kodunu tutuvağa vaktimde. Benim çilem içimin çıkmağa kolum çıkmağa bu el. Hazır ağırlar mısır ağırının gibi bir şey. Aş edip kusupamazsın şu candan. İnşallah çocuklar. Paylaştıcım ha. Hazır köstüm hemen sana yaptım. Düşündüm ben gelme. Özellikle itibar. Oturayım ya otura. Mıra kıldım abi. Benim bunu da var ya kavrap çıkmasam olmaydı. Çocuğu yok Pemse.
üçüncü. Mana üçüncü. Nima? Bakala hamda. Nima? Ama şu üçüncü şu. Buraları to'nlikka kungurga qoznoq so'zsa, ma'lum so'zbek o'tmaydi. Meni kendini tutmayacağım sen. Meni kendini var. Ana. Mana. Muşta çıraylık müşnün üstüge solap ben mağzıvlılan menin naytıcık işlerim başımda yasalgan nefs yasalgan makinem ben pullunu etep işkelenin arşıda nurgu iş olap ketep xinam şuna ekkagen mani bolaptı ma bak ma qayla muşunda qılıp ekkagen çam hala ne boldu pisi ilan çıktı ma ma edemge o'rin be ma gap qiladiganга o'rin be men ne chiqdim dedim voy iset vujun ma o'zi Vay men neyim bilmem pişanlar diyizgini koymusan ya üçüncüsü yok der. Aldı bile soramamsa, aldı bile men de soramamsa, man neymiş desem düşündürmemdim. Men ma xandançını kaçırdım, vakaletçilikini aldım kaçtadikse. Ama bizden hocayın, sana gep kılan, xenem hocayın bol. Endi qayla. Bu turmuş kurgandikken ötkende şu to'g'riliq jidal chiqdi, balını cho'ng qilyapmiz, pul lazım bo'ladi dedim. Endi azroq bir pul yig'ib qo'ygandan madaroq ishni qilib uyimiz texmi gullanib ketsa, seni texmi xotirjam, ota-onamni xotirjam, bolalarimni xotirjam turmushga ega qilaman deb mushni ishni qilg'ila, men Qashqarning vakolatchiligini setib olgan. Sen setib bilsa. İçime körüp bakılayım. Şinjan Ümit Xalqaro Savdo-cheklik şirketi diyorimizning Munbat tuprog'ida japakesh dehqonlarimizning tuji bilan parvish qilishi bilan Payzvat g'arib qora o'riki, Payzvat yerlik alohida qora o'riki, orlashma o'rik xomisi, quruq meva etiganlik nashtalik, Payzvat kaskanchilini qatorliq hech qanday ximiylik tarkib qo'shilmagan yerlik mahsulotlarni pishiqlab ishlab bozorga soldi. Xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishini umid qilamiz. Mahsulotimizga har qaysi joylardan xaridor chaqiramiz. Aloqalashquchi Elijon Qurbon. Telefon 0998 57 11 20 0. Uy, bah. Hocam, xandan ne qilib paqirtib, meni chiq ovozda vaqirtibsizlar. Bo'lamdikan men xandan. Bo'libdimi, bo'lmabdimi? G'azab. Qo'lida o'ligidan bo'libdimi? Behshat ajoyib hocam. Ajoyib bo'libdi. Nefis. O'zi qochtishdek suzuk. Mana men rasmlar degandan o'sha 3 shaklda menda payzi o'yalgan o'zining ovozi mana. Mana xandan Sizlarning shunday emasmikan? Dostonlarning hurmati, cho'kinimning hurmati degan dal mushu emasmi deyman. Endi tushungansan mening qadrimni, mening gapimni. Voy bo'ldi. Mana yerga Jusa qo'shniq danglab, joy-joyda vakolatchi topini. Uy bishda o'ylab olamiz. Bishidim ishta kallanni shirtdan, qapoq kallanni mana. Shu qapoqdek kallada o'shiqdek mingimiz ishimiz bor.